O'zbekiston Superligasining 2-tur o'yinlari doirasida 16-mart kuni OKMK o'z maydonida Paxtakor jamoasini qabul qildi. Ushbu bahs oldidan statistikaga nazar tashlaydigan bo'lsak, klublar bungacha 34 marta o'zaro to'qnash kelishgan. Ulardan 23 tasida toshkentliklar g'alaba qozongan bo'lsa, 6 ta bahsda konchilar ustun kelib, 5 ta o'yinda durang natija qayd etilgan. O'tgan uchrashuvlarda jami 85 ta gol urilgan. Bu esa jamoalarning hujumkor futbol namoyish etishlarini ko'rsatib turibdi. Bu galgi o'yinda ham ilk daqiqalardan boshlab har ikkala jamoalar faollik ko'rsatishib, xavfli hujumlar tashkil etishdi. Birinchi bo'limning 17-daqiqasida himoyachi Nodirbek Abdurazzoqov raqibning e'tiborsizligidan unumli foydalangan holda jarima maydoni ichida poytaxtliklar darvozasiga aniq zarba yo'lladi va hisobni ochdi. Gol 1-0. Birinchi taymning qolgan daqiqalarida har ikkala klublar hujumlar uyushtirishda davom etishdi. Mehmonlar hisobni tenglashtirishga harakat qilgan bo'lsa-da, Mirjalol Qosimov shogirdlarining tartibli himoyasi bunga yo'l qo'ymadi. Ikkinchi bo'limda Paxtakor butunlay hujumga o'tib, bosimni oshirdi. Toshkentliklarning tezkor o'yini va kombinatsion hujumlari orqali OKMK darvozasi oldida bir necha xavfli vaziyatlar yuzaga keldi. Biroq mezbonlar mustahkam himoya va jamoaviy intizom evaziga o'z darvozasining daxlsizligini saqlab qolishdi. 87-daqiqada tezkor qarshi hujum chog'ida Mirjalol Qosimov tomonidan ikkinchi taymda maydonga tushirilgan markaziy hujumchi Ali Abdurahmonovning aniq zarbasi evaziga navbatdagi gol qayd etildi. 2-0. Shu tariqa vakillarimiz O'zbekiston Superligasidagi yangi mavsumning ketma-ket ikkinchi g'alaba bilan boshladi va 6 ochko jamg'arib, turnir jadvalining ikkinchi pog'onasiga ko'tarildi. OKMK jamoasi navbatdagi uchrashuvni 28-mart kuni mehmonda Qizilqumga qarshi o'tkazsa, 6-aprel kuni o'z maydonida Samarqandning Dinamo klubini qabul qiladi. Chempionlik uchun kurash tobora qizimoqda. Oldinda esa jamoamizni keskin bahslar kutib turibdi. Konchilarga keyingi o'yinlarda ham omad tilab qolamiz.